Bu videoyim kommentariyada murojaat qilayotgan akalarga bazalt lyoqki suvlardan qo'rqmaydi deb video qilganimizdan keyin bizani 15 yil tajribamiz bor, 60 yil tajribamiz bor. Nima deyapsan, qanaqasiga qo'rqmaydi deganlarga javob beraman. Bazalt butunlay suvdan qo'rqmaydi demaganman men. Bazalt yengil suvlardan qo'rqmaydi, yomg'ir suvidan, chelakdan suv seforsa qo'rqmaydi. Bazaltda 24 soatda ichida suvni o'ziga qabul qilishni boshlaydi agar suvga bo'ktirib qo'yilsa. Imminno o'sha suvga bo'ktirib qo'yilgan joyi o'ziga suv qabul qilishni boshlaydi. Endi obyektlarda e'tibor beradigan bo'lsanglar, mana pastlariga Xpes beryapmiz, Pinaplex 60 bu agar xudo ko'rsatmasin suv toshadigan bo'lsa, suvdan butunlay himoya qilish uchun beryapmiz. Keyin ko'rsanglar bazalt terib ketyapmiz yog'iga. Okalar, bizani ham tajribamiz